Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga yangi kirganlarga eslatma, biz faqat ilmda berilganlarni aytamiz. Shuning uchun bizdan hozir YouTube'ni bosib ketgan, ostida ilmiy asosi bo'lmagan, ya'ni aksariyat yolg'on bo'lgan vahimali ko'pirtma gaplarni kutmang. Demak, siz yaxshi kanal topdingiz va kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yingizlar. Bu narsa sizlarga kerak. Bizga obuna ham, ko'rish soni ham qiziq emas. Videolar uchun pul to'lanmaydi. Bu videolarni dehqonlarga yordam bo'lsin deb ishlayapmiz. Vaqtida shu xalq bizni o'qitdi, mutaxassis bo'ldik. Endi biz ham qarzimizni qaytarishimiz kerak. Demak, xabarlaringiz bor. Biz yurtimizda ekiluvchi har bir ekin va mevali daraxtlarning kasalliklari, zarar kunandalari hamda begona o'tlari va ularga qarshi kurashdagi agrotexnik hamda profilaktik tadbirlarni, bular paydo bo'lganda qo'llaniladigan pestisid preparatlarini, ularni ishlatish tartib-qoidalari haqida batafsil ma'lumotlar beruvchi videolar qo'yib boryapmiz. Bu videoda esa shola ekinida ko'p uchraydigan gelmintosporiyoz kasalligi haqida gaplashamiz. Lekin sizga sholada uchrovchi barcha kasalliklarning umumiy ma'lumotlari kerak bo'lsa, ularni bundan oldingi shola kasalliklari degan katta videoda aytganmiz. Aytgancha, biz hozirgi mayda videolarda sholani faqat yuqumli kasalliklari haqida qisqacha ma'lumotlar beryapmiz. Lekin shola kasalliklari degan o'sha katta videoda sholadagi barcha kasalliklar va ularga kompleks kurashish choralari haqida batafsil aytilgan. Xususan, sholadagi yuqumsiz kasalliklar bo'yicha faqat o'sha videoda ma'lumotlar berilgan. Shuning uchun erinmay avval o'sha videoni ko'rish kerak. Chunki sholadagi aksariyat kasalliklar yuqumsiz bo'ladi. Va yoki sholadagi zarar kunandalar yoki begona o'tlarga qarshi kurash bo'yicha ham shu kabi alohida videolar qo'yganmiz. Unda nega gelmintosporiyoz bo'yicha yana video berilyapti deb hayron bo'lmangizlar. Gap shundaki, kimgadir gelmintosporiyoz, kimgadir perikulioz kasalligini aynan o'zi kerak bo'lar. Bitta kasallik uchun 1,5-2 soatlik umumiy videoni ko'rib o'tirmangizlar. Vaqtlaringiz tejalsin degan maqsadda ayni o'sha bitta kasallik yoki zarar kunanda va yoki begona o'tiga qarshi kurash bo'yicha alohida kichikroq videolar qilyapmiz. Biroq sizlarga sholani kasalliklari, zarar kunandalari va begona o'tlarga qarshi kurash bo'yicha barcha ma'lumotlar berilgan bitta video kerak bo'lsa, uni ham ishlaganmiz. Shu kanalning videolar bo'limida turibdi. Xo'p, bilamizki, juda ko'pchilik kasallik, zarar kunanda va begona o'tlarga qarshi kurashda faqat preparatlar ishlatiladi deb tushunishadi. Va kommentariyalarda ham buncha gapni cho'zasan, bizga tars so'z qilib preparatlarni aytda qo'y deb ko'p yozishadi. Ya'ni bizda hammasi bir pasda bo'lsin degan yomon bir dangasa fikr bor. O'rganishga erinamiz. Lekin biz mutaxassismiz. Ilmda berilgan ma'lumotlarni soddalashtirib, biroq batafsil qilib aytamiz. Chalasavod agronom yoki agro aptekachilargina sal narsaga pestisid tavsiya qiladi. Ham pestisidlar vaqt o'tgan sari eskiradi. Ya'ni kasallik, zarar kunanda yoki begona o'tlar ularga moslashib, chidamli bo'lib boradi. Demak, bu yil yaxshi ishlaganni 2 yildan keyin ta'siri kamayishi mumkin yoki undan arzon va yaxshiroqlari chiqishi mumkin. Lekin baribir kasallik, zarar kunanda va begona o'tlarga qarshi ishlatiluvchi o'zimiz sinagan pestisidlarning nomlari yoki tarkiblarini ham batafsil qilib aytib o'tamiz. Biroq bular ham hozir aytganimizdek vaqti kelib eskirishi mumkin. So'rasalaringiz o'sha vaqtda yangi chiqqan va yaxshiroq preparatlarni Telegramdagi dehqonchilik guruhida aytib boramiz. Guruh havolasi shu video ostida hamda kommentariyada berilgan. Yozuv oxiridagi yana yoki davomi degan so'zni bossangiz yozganimiz to'liq chiqadi. Shundaki ko'k yozuvli havolaning ustiga bitta bossangiz o'zi guruhga o'tkazib qo'yadi. Xo'p, kirish qismi tugadi. Endi sholaga yaxshigina zarar beradigan gelmintosporiyoz, ya'ni jigarrang dog'lanish kasalligi haqida gaplashamiz. Buni zamburug'lar qo'zg'atadi. Bu kasallik sholani, maysalarni va katta o'simliklarni ham zararlaydi. Maysalar zararlanganda ular so'liydi, ildiz bo'g'zi kulrang g'uborlar bilan qoplangan holda chiriydi. Katta yoshli o'simliklarda esa barg, poya va gul qobiqlarda o'rtasi kulrang g'uborli mayda jigarrang dog'lar hosil bo'ladi. Kasallik kuchli rivojlanganda barglar quriydi, to'kiladi va poyalar sinib tushadi. Kasallik urug'larning unuvchanligini pasaytiradi, maysalarni nobud qiladi, barg sathini kamaytirib yuboradi va ba'zan o'simliklar yotib qoladi. Kasallik kuchli rivojlanganda donlar puch bo'ladi, natijada hosildorlik 5-10% ga, ba'zan esa 30-40% gacha kamayib ketishi mumkin. Bu kasallikka ham agrotexnik va profilaktik tadbirlarni qo'llab yaqinlashtirmaslik mumkin. Masalan, gelmintosporiyoz va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi kurashdagi eng samarali va arzon usul bu almashlab ekish hisoblanadi. Sholaga eng yaxshi o'tmishdosh ekinlar bu beda, karamdoshlar, 1 yillik dukkakli ekinlardir. Ya'ni sholini imkoni boricha shular bilan almashlab ekish kerak. Keyingi o'rinda urug'larni dorilab ekish turadi. Bunda bir necha turdagi preparatlar qo'llaniladi.
Masalan, tarkibi tebukonazol bo'lgan Raxil Extra yoki Baytan kabi preparatlardan biri 1 tonna urug'ga 1,5 litr aralashtiriladi. Yoki Carbaxin Plus Tiram tarkibli Vitavax 200 FF, Vitavas Tiram Mix kabilardan biri 1 tonna urug'ga 2,5 litr. Yoki tarkibi Fludioxanil plus Metalaxil M bo'lgan Maxim XL Selex Top kabilardan biri 1 tonna urug'ga 1,5 litr. Yoki Azoxystrobin plus Tebuconazol tarkibli Ischemic Gold yoki Dividend Star kabilardan biri 1 tonna urug'ga 1,5 litr miqdorda aralashtiriladi. Aytgancha, aynan mana shu tarkib perikulerozga qarshi kurashda urug'ni ishlash uchun eng yaxshisi hisoblanadi. Yoki tarkibi Azoxystrobin plus Mefenoxam bo'lgan preparatlar, masalan, Uniform 390 preparati 1 tonna urug'ga 1,5-2 litr miqdorda ishlanadi. Bu preparatlar agar apparatda sepilsa, 10-15 litr suvga aralashtirilib 1 tonna urug'ga purkaladi. Agar qo'lda aralashtirilsa, unda preparatlar urug'ga bir tekisda aralashishi, preparat eritmasi urug'larni to'liq qoplashi uchun suvni 15-20 litr qilish kerak. Agar urug' kam yoki ko'p bo'lsa, preparatlar dozasi ham, sarflanadigan suv ham shu ma'lumotlarga ko'ra mos ravishda yo oshiriladi yoki kamaytiriladi. Masalan, urug' 100 kilogramm bo'lsa, unda 100-150 millilitr preparat 1,5 litr suvga aralashtiriladi. Bu preparatlar yaxshi aralashishi va yaxshi samara berishi uchun urug'lar toza bo'lishi kerak. Ya'ni unda har xil chiqindilar bo'lmasligi kerak. Lekin iloji boricha urug'larni urug' dorlash apparatida yoki katta baraban separatorda aralashtirish kerak. Shunisi ishonchli. Aralashtirib bo'lgach, urug' tekshiriladi. Bunda preparat eritmasi hamma urug'ga birday tegishi, urug'lar preparatlar bilan to'liq qoplanganiga ishonch hosil qilish kerak. Urug' dorlash faqat soya joyda qilinadi va dorilangan urug'ni soyada quritish kerak. Lekin bu urug'ni bir kundan ortiq saqlash kerak emas. Iloji boricha sal quritib, shu kuni ekib olish kerak. Keyingi profilaktik tadbir bu kasallik infeksiyasini tashib keluvchi va maydonlarga tarqatuvchi zararkunanda hasharotlar hamda begonotlarni muntazam yo'qotib turishdir. Ayniqsa ariqlar ichidagi va dala chetlaridagi boshoqli begonotlar yo'qotilishi kerak. Bunda bu begonotlarni yo'qotishda gerbisidlar sepilib, o'tlar qurigandan keyin yer baranalab tashlanadi. Bundan tashqari sholi ekilishi reja qilingan yer baranalar bilan 5-8 santimetrda yuza yumshatib qo'yilishi kerak va oradan 2 hafta o'tkazilib chuqur shudgor qilinadi. Kasalliklarga qarshi kurashda sholini o'z vaqtida ekish juda muhim hisoblanadi. Barvaqt yoki kech ekilgan sholida kasalliklar tez rivojlanadi. Va ko'chatlar ham qalin bo'lmasligi kerak. Chunki tub soni qancha qalin bo'lsa, o'simlik shuncha nimjon bo'ladi hamda bular kasallikka tez chalinadi. O'g'itlarni to'liq tarkibda, ya'ni organik o'g'itlar, fosforli, kaliyli va azotli mineral o'g'itlar hamda mikroelementli o'g'itlarni yetarli va to'g'ri muddatlarda berish sholini kasalliklarga kuchli chidamli qiladi. Hosil yig'ishtirib olingach, sholipoyadagi poxol ham yig'ishtirib olinadi. Umuman iloji boricha kasallik tarqalgan yerlarda o'simlik qoldiqlarini qoldirmaslik kerak. So'ng yerni 2 yarsuli pluglar bilan haydash kerak. Bu ish kelgusi yilda kasalliklarni oldini olishda yaxshi yordam beradi. Biroq agrotexnik hamda profilaktik tadbirlar to'liq yoki umuman qilinmasligi natijasida sholini o'suv davrida zamburug'li kasalliklar tushish xavfi bo'lsa yoki tushib boshlasa, unda profilaktika va davolash uchun kimyoviy preparatlar sepiladi. Bu kasalliklar tushmasligi uchun eng yaxshisi uni tushishini oldini olish, ya'ni profilaktika uchun preparatlarni sepib borishdir. Chunki hozirda deyarli barcha sholi maydonlarida bu kasalliklar uchrayapti. Demak, preparatlar sholini o'suv davrida jami 3 marta sepiladi. Bu ish profilaktika uchun ham, tushgan kasalliklarni to'xtatish uchun ham yaxshi samara beradi. Hozirgi ko'p ilmiy adabiyotlarda eski preparatlar, masalan, Folikur BT yoki Topsin M kabi preparatlar barcha ishlovlar uchun universal tavsiya qilingan. Lekin yildan yilga yangi tarkiblar va preparatlar chiqyapti. Ilmiy adabiyotlar esa kamida 10 yilda bir marta yangilangani uchun hatto 2018-yillardagi tavsiyalar ham samara bermay qoldi. Chunki kasallik patogenlari preparatlarga moslashib boryapti. Ya'ni oldin aytilgan tarkiblar eskirdi. Shuning uchun ko'p sholikor dehqonlar men aytilgan preparatlarni sepdim, lekin kasallikni to'xtatmadi deb nolib qolishadi. Ham yuqorida preparatlar sholini o'suv davrida 3 marta sepiladi dedik. Bunda ana shu har bir davrdagi sepishda preparatlar almashtirilib, o'sha vaqt uchun to'g'ri keladiganlarni ishlatish kerak. Chunki kasallik zamburug'lari kuchli rezistent, ya'ni ximikatlarga moslashuvchan bo'ladi. Bunda bir tarkib, ya'ni
ta'sir qiluvchi moddasi bir xil bo'lgan fungitsidlar takror ishlatilsa, kasallik keltirib chiqaruvchi zamburug'lar yoki boshqa turdagi patogenlar bu tarkiblarga moslashib, uni yengish yo'llarini ishlab chiqadi va bora shu tarkibli preparatlar ularga deyarli ta'sir qilmay qo'yadi. Shuning uchun ularni bu xususiyatni hisobga olib, har bir ishlovda bir xil moddani takrorlamaslik, ya'ni turli xil tarkibli preparatlardan foydalanish eng yaxshi natijani beradi. Demak, sholini yuqumli zamburug'li kasalliklarga qarshi profilaktika va tushgan kasalliklarni to'xtatish uchun ximiyaviy preparatlar sepishni hozirgi zamonaviy usulida birinchi ishlov berish, rovak chiqarish oldidan bo'ladi. Bu vaqtdagi ishlov asosan profilaktika maqsadida o'tkaziladi. Bunda ham bir necha tarkibli fungitsidlar taklif qilinadi. Biz ham iloji boricha eng oxirgi, ya'ni 2024-2025 yillarda yaxshi samara bergan fungitsidlarni aytib o'tamiz. Lekin agar siz bu videoni 2028 yoki 2030-yilda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu tarkiblar ham eskirgan bo'lishi mumkin. Demak, bularning birinchisi azoksistirabin plus tebukonazol tarkibli preparatlar. Masalan, UPLni Custodia 320 preparatidan 850 millilitrdan to 1 litrgacha bo'lgan miqdorni 300-400 litr suvga qo'shib bargdan purkash kerak. Yoki shu tarkibli Abacus Advance'dan 1-1,5 litr yoki Bumper Super deganidan 700 millilitrdan to 1 litrgacha qo'llaniladi. Bularning ichida Custodia eng keng tarqalgani. Yoki boshqalari, masalan, Trifloxystrabin plus tebukonazol tarkibli Bayer firmasining granula shaklidagi Nativo 75 degan preparatidan 300-350 gram qo'shib, yoki Trebuco deganidan ham shuncha dozada, yoki suyuq shakldagi Nativo Gold deganidan 600-800 millilitr qo'shib sepish mumkin. Yoki tarkibi Flutriafol bo'lgan fungitsidlar, masalan, Impact deb ataladigan topish oson bo'lgan fungitsiddan gektarga 500-600 millilitr qo'llash mumkin. Yoki tarkibi azoksistirabin plus difenokonazol bo'lgan Quadristop fungitsidi 700-800 millilitr ishlatiladi. Yoki ko'pchilik yaxshi biladigan azoksistirabin tarkibli Amistar 250 fungitsididan 600-800 millilitr sepish mumkin. Yoki asosiy ta'sir qiluvchi moddasi alyuminiy fosfit bo'lgan, masalan, Kemelgyn Agroni Fitalga o'xshash fungitsidlarni ham gektarga 1-1,5 litr miqdorda profilaktika uchun birinchi ishlovda qo'llash yaxshi natija beradi. Endi shu joyga e'tibor bering. Biz yuqorida avval fungitsidlarning tarkibi, ya'ni ta'sir qiluvchi moddasini va misol sifatida shu tarkibli bitta ikkita fungitsidning nomini aytyapmiz. Ya'ni zamburug'li kasalliklarga qarshi ishlatiluvchi fungitsidlar yoki zarar kunandalarga qo'llaniluvchi insektisidlar yoki begemotlarni yo'qotishga mo'ljallangan gerbisidlar yuzlab kompaniyalarda minglab nomlarda chiqariladi. Lekin hammasiga ma'lum turdagi ta'sir qiluvchi moddalar qo'shiladi. Aniqrog'i, bir tarkib asosida o'nlab, balki yuzlab preparatlar ishlab chiqariladi. Demak, biz yuqorida aytgan tarkiblar asosida ham yuzlab nomdagi fungitsidlar bor. Siz ana shu tarkiblarni bilsangiz, agroaptikaga borib, mana shu tarkibli fungitsid kerak deysiz va ular ko'rsatganlarning tarkibini biz aytganlarga solishtirasizda, tarkibi aynan to'g'ri kelganini olasiz. Tushunganlaringizdek, fungitsidlarning nomi emas, uni tarkibi muhim va siz fungitsid yoki boshqa preparatlarni tanlashda uni tarkibiga qaraysiz. To'g'ri, arzonroq fungitsidlarda bu tarkiblar ham aynan bo'lishi mumkin, lekin foizi pastroq bo'ladi. Demak, siz uni ko'proq dozada sepishingiz kerak. Bu sepish dozalari, ya'ni 1 gektarga qancha miqdorda qo'llash kerakligi ularni idishidagi yorliqda yozilgan bo'ladi. Xullas, qimmati, ya'ni ta'sir qiluvchi moddasining foizi yuqori bo'lganini ishlatish dozasini ko'ring va arzonrog'iga solishtiring. Qaysi biri qulay kelsa, shuni olavering. Bu gaplar pastda aytiluvchi 2 va 3 ishlovlarga ham taalluqli. Xo'p, demak, sholi kasalliklarga qarshi profilaktik va tushgan kasallikni to'xtatishga mo'ljallangan 2-marta o'tkaziladigan ishlov sholini gullash davrini boshida o'tkaziladi. Bu ishlovda kasallikka profilaktika va ayniqsa tushgan kasallikni to'xtatish uchun kombinatsiyalashgan kuchli fungitsidlar qo'llaniladi. Ya'ni bu vaqtda Piroklastrabin plus epoxikonazol tarkibli preparatlar, masalan, Opera degan preparatni 800 millilitrdan 1 litrgacha bo'lgan miqdorni 300-400 litr suvga qo'shib bargdan purkash kerak. Yoki azoksistirabin tarkibli fungitsidlar, masalan, Quadris 250 SK dan 600 millilitrdan to 1 litrgacha bo'lgan miqdorda sepiladi. Agar kasallik tekkan va kuchayib ketgan bo'lsa, bu vaqtda kuchliroq fungitsidlar, masalan, tebukonazol tarkibli fungitsidlardan Bayer kompaniyasining Folicur 25X deb nomlangan fungitsidini 0,5 litrdan to 750 millilitrgacha qo'shib sepish kerak. Yoki shu tarkibli boshqa fungitsidlar, masalan, Horizondan 0,5 litrdan to 700 millilitrgacha bo'lgan miqdorda yoki Raxil Star deganini shunchadan
yoki tebukonazol fungisidini shuncha dozada qo'shib sepish mumkin. Yoki tarkibi tebukonazol plus proxloraz bo'lgan fungisidlar, masalan, ko'pchilik yaxshi biladigan titil duoni o'rtacha 1 litr qo'llash mumkin. Yoki tarkibi azoksistirobin plus propikonazol plus ciprokonazol bo'lgan fungisidlar, masalan, Amistar Trio kabi fungisidlar bu davrlardagi ishlov uchun eng yaxshi variantlardan biri hisoblanadi. Bu gektariga o'rtacha 1 litr ishlatiladi. Lekin gelmintosporiyoz asosan barg kasalligi bo'lgani uchun uni tarqalish xavfi yuqori bo'lganda ikkinchi ishlovi, ya'ni gullashdan oldin rovak chiqarish davrida o'tkaziladigan ishloviga kuchli ahamiyat berish kerak. Agar bu kasallik xavfi kuchli bo'lsa, unda shu ikkinchi ishlovda azoksistirobin plus difenokonazol tarkibli preparatlar, masalan, Amistar Top, Tazer Top, Abacus Advanke kabilardan birini gektariga 750 ml dan to 1 litrgacha bo'lgan dozada olib, 300-400 litr suvga qo'shib sepish kerak. Lekin gelmintosporiyoz yoki boshqa kasalliklarga qarshi trifloksistrobin plus tebukonazol tarkib, masalan, Nativo Gold kabi fungisidlar eng yaxshilardan hisoblanadi. Topsangiz, bularni gektariga 400-500 gram miqdorda sepasiz. Uchinchi ishlov sholi to'liq gulla bo'lgandan 10-14 kun o'tgach, ya'ni don to'lishish davrida o'tkaziladi. Bu ishlovning maqsadi ham agar kasallik tushmagan bo'lsa, donni himoyalash uchun profilaktika, tushgan bo'lsa kasallikni to'xtatish uchun qilinadi. Bu vaqtda boya yuqorida aytilgan Custodia 320 dan gektariga 800 ml dan to 1 litrgacha bo'lgan miqdorni sepish mumkin. Lekin buni birinchi ishlovda qo'llagan bo'lsangiz, unda boshqa tarkib, masalan, ta'sir qiluvchi moddasi tebukonazol bo'lgan Folikur 25 dan yarim litrdan to 750 ml gacha yoki Horizon degan fungisiddan yarim litrdan to 700 ml gacha bo'lgan miqdorda yoki tarkibi propikonazol bo'lgan Tilt 250 dan shuncha dozada qo'shib sepish mumkin. Yoki g'alla kasalliklarida ko'p ishlatiladigan proteokonazol plus tebukonazol tarkibli Duazol fungisididan 600-800 ml sepish mumkin. Yoki ikkinchi ishlovda aytilgan tarkibi azoksistirobin plus propikonazol plus ciprokonazol bo'lgan fungisidlar ham bu vaqtda yaxshi samara beradi. Yuqoridagi barcha ishlovlardagi ximikatlarni sepish kun botar vaqtda, masalan, asrdan yoki shomdan keyin, ya'ni havo harorati +25 gradusdan yuqori bo'lmagan vaqtlarda o'tkazilgani ma'qul. Aytgancha, sholi barglarni barg og'izchalari yaxshi ishlamagani uchun bu eritmaga SFM, ya'ni sirt faol modda, ya'ni ham soddaroq aytsak, o'zini maxsus kleysini qo'shish kerak. Bioptikadan Silvetmi, Trend 90mi yoki boshqa turdagi kleysini ber desangiz topib berishadi. Ximikatlar bilan ishlov berish o'rin boshlanmasdan 20 kun oldin to'xtatilishi kerak. Xo'p, sholi maydonlarda uchraydigan gelmintosporiyoz kasalligiga qarshi kurash bo'yicha hozircha bori shular. Mabodo yuqorida aytilgan ma'lumotlarni aniq tushunmagan bo'lsangiz yoki preparatlarning nomlarini anglay olmay qolgan bo'lsangiz, unda yuqorida aytilgan Telegramdagi guruhda so'rangizlar. Biz batafsil qilib preparatlarning nomlari, tarkiblari, retseptlari, qo'llash dozalari, muddatlari va qo'llash tartiblarini tushuntiramiz. Yozma shakllarda beramiz. Bulardan tashqari guruhda boshqa o'zingizga zarur bo'lgan savollarni berish, ishonchli tavsiyalar olish mumkin. Aksariyat savollarga o'zim javob yozaman. Demak, shu bilan bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlar.